Salom do'stlar, bu Kazakh Story Time. Biz boshlaymiz. Hech kim eshitmagan hikoya. Qudam erim bo'lib chiqdi. Bir qism 22 yillik kutish va kutilmagan uchrashuv. Bir bob. Yillar qariga yashiringan dard. Toshkentning chekkasidagi sokin mahallalardan birida kuzning salqin, ammo fayzli oqshomi tushib kelardi. Hovlidagi qari xurmo daraxtining barglari sargayib yerga tokilgan bo'lsa-da, xonadonda ozgacha bir iliqlik, bayramona shukuh hukm surardi. Bugun bu xonadonda Fotiha toyi, Madinaning yagona qizi, hayotining mazmuni bo'lgan Diyoraning taqdiri hal qilinadigan kun edi. Madina yoshligida qishloqning eng chiroyli, ko'zlari charosdek qop-qora, sochlari taqimiga tushadigan qizi edi. Endi esa uning sochlariga erta tushgan oq oralagan, yuzida yillar va mashaqqatlar qoldirgan mayin ajinlar bor edi. U 45 yoshni qarshilagan bo'lsa-da, ko'zlaridagi o'sha yoshlik pinhon saqlab kelgan gamgin, ammo otli ifoda hamon yo'qolmagandi. U oshxonada katta qozonda qaynayotgan sho'rvaga qarab turarkan, beixtiyor xayolga toldi. Uning hayoti faqat shu qizi Diyoradan iborat edi. Qizini o'zining ko'z qorachigidek asrab, hech kimdan kam qilmay, yolg'iz o'zi katta qildi. Chunki Diyoraning otasi, Madinaning birinchi va yagona muhabbati, Rustam 22 yil avval bedarak yo'qolgan edi. O'sha mudhish yil haligacha Madinaning tushlariga kirib chiqadi. Ular endigina turmush qurgandilar. Rustam baland bo'yli, quralay ko'zli, mehnatkash va nihoyatda mehribon yigit edi. Ammo ularning oilasi iqtisodiy qiyinchiliklarga duch kelib, qarzga botgach, Rustam Rossiyaga, uzoq Sibir o'rmonlariga ishlash uchun ketishga majbur bo'ldi. O'shanda Madina Diyoraga homilador edi. Kutgin, Madina, degandi Rustam poyezd stansiyasida u bilan xayrlasharkan, uning yuzlarini qo'llari orasiga olib. Men albatta qaytaman. Qarzlarimizni uzamiz, o'zimizga hovli olamiz. Farzandimizni o'z qo'llarim bilan katta qilaman. Faqat yig'lama, sening ko'z yoshingni ko'rsam, qanday qilib uzoqlarda ishlayman. Lekin Rustam qaytmadi. 6 oydan so'ng u ishlagan hududda yuz bergan yirik temir yo'l halokati haqida xabar keldi. Poyezd portlab yongan. Qurbonlar orasida Rustamning ham pasporti topilgandi. Uning o'ligini ham, tirigini ham topib bo'lmadi. Tabut o'rniga bir hovuch tuproq va kuydirilgan hujjatlar keldi. Madina o'shanda 23 yoshda edi. Yosh, homilador, dunyosi qorong'i bo'lib qolgan beva. Qancha sovchilar kelmadi, qancha odamlar yoshligingni xazonga aylantirma, qizingga ota kerak deb nasihat qilmadi deysiz. Ammo Madina rozi bo'lmadi. Uning yuragi Rustam bilan birga o'sha uzoq Sibir o'rmonlarida yonib ketgandek edi. U bor umrini Diyoraga bagishladi. Qizini o'qitdi, oliygohga kiritdi, o'zi esa tikuvchilik qilib, tunlarni bedor o'tkazib, ro'zg'or tebratdi. Endi esa mana o'sha jajji chaqaloq voyaga yetib, bo'yi yetgan qiz bo'ldi. Va bugun uni o'zga xonadonga kelin qilib uzatish arafasida turibdi. 2 bob. Boyvachcha kuyov va uning sirlarga to'la oilasi. Diyora universitetda Sardor ismli yigit bilan tanishgandi. Sardor odobli, o'qimishli, ammo juda badavlat oilaning farzandi edi. Madina boshida bu munosabatlarga qarshi bo'ldi. Teng-tengi bilan, qizim. Badavlat joyning dardi ko'p bo'ladi, biz oddiy odamlarmiz, degandi. Lekin Sardorning o'zi kelib Madinadan qizining qo'lini so'radi. Uning samimiyligi, Diyorani chindan asrab-avaylashi Madinaning qalbini eritdi. Sardorning oilasi haqida shuni bilishardiki, uning otasi, Murod aka shaharda ko'zga ko'ringan, obro'li tadbirkorlardan biri edi. Sardorning onasi bundan 5 yil oldin og'ir kasallikdan vafot etgan. Murod aka boshqa uylanmagan, butun hayotini o'g'li Sardorga va o'zining biznesiga bagishlagan edi. Diyora quvonch bilan aylanib onasining yoniga kirdi. Uning egnida bugungi oqshom uchun ataylab tikilgan, milliy naqshlar bilan bezatilgan go'zal adras ko'ylak bor edi. Yuzida hayajon, ko'zlarida esa baxt uchqunlari porlardi. Oyi. Kelyaptilar ekan. Sardor hozir telefon qildi. Ko'chaning boshiga yetib kelishibdi, deb qiyqirdi u. Madina qizining baxtiyor yuziga qarab, uning ko'zlarida Rustamning qiyofasini ko'rgandek bo'ldi. Obkasi tolib, ko'ziga yosh keldi. Voy, shoshma, qizim.
Xamirni olovdan olay, patnislar tayyormi? Toganglar hovliga chiqishdimi kutib olgani? Madina hovliqib peshonasidagi terni artdi. Uning og'zida ham galati bir hayajon bor edi. Bu shunchaki qudalarni kutib olish hayajoni emas, xuddi yuragining eng tubida qandaydir katta bir boron yaqinlashayotganini his qilayotgandek tushunarsiz titroq bor edi. 3 bob. Kelish va tanish sado. Ko'cha eshigi oldida tortda qop-qora, qimmatbaho mashina to'xtadi. Mahalla ahli derazalardan mo'ralab bunday dabdabali qudalarga havas bilan qarab turishardi. Madinaning akalari, Diyoraning togalari hurmat bilan mehmonlarni kutib olishdi. Darvozadan birinchi bo'lib Sardorning togalari, amakilari, yoshi ulug' kishilar kirdi. Ularning eng markazida esa Sardorning otasi, Murod aka salobat bilan qadam tashlab kelardi. Uning egnida qimmatbaho qora kostyum, sochlari kumush rangga kirgan, yuzida jiddiy, oychan, ammo viqorli ifoda bor edi. Mehmonlar to'rga maxsus bezatilgan katta mehmonxonaga o'tishdi. Dasturxon noz-ne'matlarga to'la edi. Fotiha toyining qoidalariga ko'ra erkaklar alohida, ayollar alohida xonada o'tirishardi. Madina ayollar xonasida bo'lajak qudagaylar bilan ko'rishib, choy uzatib, xizmat qilib yurardi. Diyorani esa an'anaga ko'ra boshqa xonaga, yangalari yoniga yashirib qo'yishgandi. Oradan 1-2 soat o'tdi. Toyning asosiy qismi boshlandi, non sindirildi, fotiha o'qildi. Hamma bir-birini tabriklay boshladi. Madinaning akasi, Diyoraning katta togasi oshxonaga Madinaning yoniga kirdi. Madina, aylanayin singlim, tabriklayman. Qudalarning qadami qutlug' bo'lsin. Kuyovning otasi juda ajoyib kopni ko'rgan, yuksak ma'naviyatli inson ekan. Faqat bizga asosiy choyni uzatishga o'zing bir kirib chiqsang yaxshi bo'lardi. Murod aka o'zi aytdi, qizni yolg'iz katta qilgan, shunday farishta qizni tarbiya qilgan onasini bir ko'rib, hurmatimni bildirib, o'z nomimdan minnatdorchilik aytmoqchiman, dedi. Kirib bir salom berib, choy uzatib chiq. Madina tortindi. U azaldan erkaklar orasiga chiqishga uyalardi. Qanday bo'larkan, aka? O'zingiz obkirsangiz bo'lmaydimi? Yo'q, bu qudaning iltimosi, hurmati. Men yoningda turaman, hijolat bo'lma. Choyni quyib, 1-2 ogiz gapiga quloq solasan-u, chiqib ketasan. Madina ogir, billur patnisga eng chiroyli piyolalarni va shirinliklarni joyladi. Qora duxobadan tikilgan, o'ziga juda yarashgan ko'ylagini to'g'rilab, ro'molini biroz oldinga tortdi. Uning yuragi nega bunchalik qattiq urayotganini o'zi ham tushunmasdi. Xuddi oyoqlari o'ziga bo'ysunmayotgandek edi. U mehmonlar o'tirgan xonaning eshigi oldiga keldi. Eshik biroz qiya ochiq edi. Ichkaridan qariya otaxonlarning kulgisi, suhbati eshitilib turardi. Va to'satdan u bir ovozni eshitdi. Erkak kishining ovozi. Nasib qilsa, toyni shu kuzda hovlining o'zida milliy an'analarimizga xos qilib o'tkazamiz. Men Sardorimga doim aytaman, oila bu insonning yagona va eng muqaddas vatanidir. Madinaning qo'llari titrab ketdi. Bu ovoz, bu qandaydir tasodif bo'lishi mumkin emasdi. Ovozning ohangi, sozlarni talaffuz qilishdagi o'sha o'ziga xos qat'iylik va biroz xirillagan tusi. 22 yildan beri faqat uning tushlarida, faqat xotiralarning qabristonidagina jaranglaydigan ovoz edi. Rustamning ovozi. Yo'q bo'lishi mumkin emas. U aqldan ozyapti shekilli. Axir Rustam o'lgan-ku. Uning suyaklari allaqachon tuproqqa qorishib ketgan. Bu shunchaki ovozi o'xshash odam, xolos. Madina chuqur nafas oldi, ko'zlarini yumib, o'zini tinchlantirishga harakat qildi. O'zingni bos, Madina. U qizining bo'lajak qaynotasi. Murod aka. Rustam emas, dedi u pichirlab. Akasi ichkaridan eshikni kengroq ochdi. Keling, singlim. Marhamat. Tort bob. Kozgu va moziy to'qnashuvi. Madina patnisni ko'targan holda ichkariga qadam qo'ydi. Xonadagi erkaklar jim bo'lishdi. Madina yerga qarab, an'anaga ko'ra asta egilib salom berdi. Xush kelibsizlar, dedi u ovozi qaltirab. Va alaykum assalom. Yasha, qizim, bor bo'l, dedi torda o'tirgan eng yoshi ulug' otaxon.
Madina patnisdagi piyolalarni stol ustiga, mehmonlarning oldiga birma-bir qo'ya boshladi. U hali hech kimning yuziga qaramagan, faqat dasturxonga qarab harakatlanardi. Eng oxirgi choy kuyovning otasi torda akasining ro'parasida o'tirgan Murod akaning oldiga qo'yilishi kerak edi. Madina uning ro'parasiga keldi. Piyolani uzatayotganda Murod aka ham ikki qo'lini cho'zib choyni olmoqchi bo'ldi. Shu payt Madinaning ko'zi uning qo'llariga tushdi. O'ng qo'lining bosh barmog'i yonida yoshligida o'roqdan kesilib qolgan chuqur oq chandiq bor edi. Aynan o'sha chandiq. Madinaning nafas olishi to'xtab qoldi. U beixtiyor o'zini boshqara olmay sekin boshini ko'tarib choyni olayotgan erkakning yuziga qaradi. Erkak ham uning yuziga qarab turardi. Vaqt to'xtadi. Butun olam, xonadagi odamlar, kulgilar, tovushlar hammasi o'chib qoldi. Faqatgina shu ikkita insonning bir-biriga qadalgan nigohlari qoldi. Murod akaning sochlari oqargan, yuzlari biroz tolishgan, ko'z ostilarida ajinlar paydo bo'lgan bo'lsa ham bu edi. Ko'zlari o'ng qoshining biroz tepaga ko'tarilib turishi, o'sha nigoh. Rustam. Murod aka, ya'ni Rustam, Madinaning yuzini ko'rishi bilan qotib qoldi. Uning qo'lidagi billur piyola qaltirab ketdi va barmoqlari orasidan sirgalib tushdi. Chil-chil. Qaynoq choy stol ustiga to'kilib, piyola chil-chil sindi. Madina esa patnisni ushlab turolmadi. Og'ir patnis yerga qars etib tushdi, ichidagi idishlar sochilib ketdi. Voy, nima bo'ldi? Kuymadingizmi? Deb akasi o'rnidan sapchib turdi. Boshqa mehmonlar ham xavotir bilan ularga qarashdi. Lekin na Madina, na Rustam, Murod ularni eshitardi. Rustamning yuzidagi qon batamom qochib, oppoq dokaga aylangan edi. U xuddi arvohni ko'rgandek Madinaga ko'zlarini loq qilib, lablari titrab tikilib qolgandi. Uning og'zidan zo'rga bitta so'z chiqdi. Faqat Madinagagina eshitiladigan, pichirlab aytilgan birgina so'z. Madina. Madinaning yuragi xuddi baland qoyadan tubsizlikka qulagandek bo'ldi. Dunyo chirpirak bo'lib aylanardi. 22 yillik aza, 22 yillik sog'inch, qabrsiz motam va mana u tirik. Tirik. Va endi uning kuyovining otasi bo'lib o'tiribdi. Madinaning tomog'iga faryod tiqildi. U qichqirib yubormaslik uchun ikki qo'li bilan og'zini yopdi-da, orqasiga burilib, xonadan otilib chiqib ketdi. Singlim. Madina, senga nima bo'ldi? Akasining ovozi uzoqlashib qoldi. Madina hovliga yugurib chiqdi, lekin u yerda ayollar ko'p edi. U to'g'ri eng oxirdagi yashirin xonaga, omborxonaga kirib, eshikni ichkaridan qulflab oldi. Devorga tiralib pastga quladi. Uning nafas olishi qiyinlashar, havo yetishmasdi. U ko'kragini mushtlab unsiz dod solib yiglardi. Nega? Xudoyim, nega? Olgan eding-ku. Men seni qabrga qo'ygandim-ku. Nega qaytding? Nega bunday qaytding? Uning miyasida minglab savollar chaqmoqdek urilardi. Agar u tirik bo'lsa, nima uchun qaytmadi? Nima uchun 22 yil davomida bitta xat yozmadi? Murod degan ism qayerdan paydo bo'ldi? Sardorchi. Sardor uning o'g'limi? Shu oy miyasiga urilishi bilan Madinaning qoni muzlab ketdi. Yo'q. Iloyo yo'q. Sardor uning o'g'li bo'lsa, unda Diyora bilan Sardor ota bir, ona boshqa aka-singil bo'ladimi? Ular bir-biriga qon qarindosh-ku. Ular qanday qilib er-xotin bo'lishadi? Xudoyim, qanday dahshatli o'yinga tushib qoldim. Madina aqldan ozayozgandi. U eshikni ochib, hoziroq to'yni to'xtatishni, mehmonlarni haydab solishni xohladi. Lekin qanday qilib? Nima deb tushuntiradi? Qiziga qanday aytadi? Sening sevgan yigiting o'z akang. Qaynotang esa 22 yil oldin bizni tashlab ketgan, men har kuni qabriga borib duo qiladigan qabrsiz otang, deydimi? Shu payt omborxona eshigi ohista taqilladi. Oyi. Oyi, shu yerdamisiz? Bu Diyoraning mayin, baxtga to'la ovozi edi. Togam aytdilar, tobingiz qochib qolibdi. Oyi, oching eshikni, nima bo'ldi? Madina yuzini poldan ko'tardi. Qizining ovozi uni dahshatli voqelikka qaytargandi.
U hozir qizining baxtini, butun kelajagini o'z qo'llari bilan sindirish arafasida turardi. Lekin u hali bitta narsani bilmasdi. U omborxonada qon yiglab o'tirganda, mehmonxonada Rustam, Murod ham xuddi shunday dahshatli, aqldan ozdiruvchi shok holatiga tushgan edi. Uning 20 yillik yashirin siri, qochib yurgan o'tmishi bir kunda o'g'lining fotihasida yuziga urilgan edi. Va u Diyoraning o'zining haqiqiy, qonidan bo'lgan qizining kimga turmushga chiqayotganini tushunib, yurak xurujiga yaqin holatda devorga suyanib qolganda hech kim eshitmagan hikoya. Qudam erim bo'lib chiqdi. 2 qism, chil-chil singan fotiha va 22 yillik sir. 5 bob. Vayron bo'lgan marosim. Mehmonxonada chil-chil singan billur piyolaning ovozidan so'ng og'ir jimjitlik cho'kdi. Hamma yerda sochilib yotgan choy va shirinliklarga, keyin esa rangi dokadek oqarib ketgan Murod akaga, Rustamga qarab qotib qolgandi. Madina xonadan yiglab otilib chiqib ketgach, vaziyat butunlay izdan chiqdi. Murod aka nafas ololmay qoldi. Uning ko'z o'ngi qorongilashib, yuragi qafasiga sigmayotgan yirtqichdek urardi. 22 yil davomida u o'zini tamoman boshqa odam, boshqa shaxs sifatida ishontirib yashab kelayotgan edi. U qochib qutuldim deb o'ylagan, o'z xotirasining eng chuqur, eng qorong'i qabristoniga ko'mib tashlagan o'tmishi, mana shunday quvonchli kunda uning yuziga tarsaki bo'lib urilgandi. Dada, sizga nima bo'ldi? Sardor dasturxon chetidan yugurib kelib, otasining yelkasidan tutdi. Murod akaning peshonasidan muzdek ter quyular, qo'llari dahshatli tarzda qaltirardi. Men havo yetmayapti, deb xirilladi Murod aka, ko'kragini changallab. U ayni shu soniyada nima qilishni, qanday yo'l tutishni bilmasdi. U faqat bitta narsani, bu xonadondan darhol chiqib ketishi kerakligini, aks holda hozir aqldan ozishini tushunib turardi. U o'z qizini, o'zi tashlab ketgan farzandini o'g'liga kelin qilayotganini anglash dahshati uni ezib tashlayotgan edi. Madinaning akasi xavotirga tushib, darhol derazalarni ochdi. Tez yordam chaqiringlar. Qudaning qon bosimi oshib ketdi shekilli, deb baqirdi u. Yo'q, kerak emas, Murod aka zo'rga o'rnidan turdi. Sardor uni suyab qoldi. Men dori ichishim kerak. Mashinada dorilarim bor. Kechirasizlar. To'y marosimni to'xtatib turamiz. Men o'zimni juda yomon his qilyapman. Mehmonlar o'rtasida gala-govur boshlandi. Fotiha to'yi o'zining eng avj nuqtasida, non sindirish arafasida to'xtab qoldi. Sardorning amakilari ming hijolat bilan uzr so'ray boshlashdi. Sardor otasini suyagancha hovliga olib chiqdi. Ostonada turgan ayollar, yangalar nima bo'layotganini tushunmay, hayrat ichida qotib qolishgandi. Tortda qop-qora mashina kelgandagi dabdabasi bilan emas, balki qandaydir sovuq, mash'um sukunat ichida orqaga qaytib ketdi. Dasturxondagi noz-ne'matlar, chala qolgan fotiha va sindirilmagan nonlar, bularning barchasi qandaydir mudhish fojianing boshlanishidan darak berardi. 6 bob. Onaning ko'z yoshlari va chalkash taqdir. Madina omborxona eshigi ortida o'tirarkan, Diyoraning xavotirli ovozini eshitib, o'zini qo'lga olishga harakat qildi. U yigidan qizargan ko'zlarini ro'molining uchi bilan artdi, kiyimlarini to'g'riladi. Hozir zaiflik ko'rsatishning vaqti emasdi. U chuqur nafas olib, eshik qulfini buradi. Eshik ochilishi bilan Diyora onasining bo'yniga osildi. Oyi, sizga nima bo'ldi? Rangingiz oqarib ketibdi-ku. Meni qo'rqitib yubordingiz. Madina qizining sochlarini silab, bagriga qattiq bosdi. Uning vujudidagi titroq qiziga o'tmasligini xohlardi. Sening otang seni o'z o'g'liga kelin qilmoqchi bo'ldi, bolam demoqchi bo'ldi. Lekin tili aylanmadi. Qanday qilib bu guldek qizning qalbini bunday mudhish haqiqat bilan parchalash mumkin? Axir Diyora Sardorni hammadan ham ko'proq sevardi-ku. Hech narsa emas, qizim. Issiq qilib ketdim shekilli. Qon bosimim tushib ketdi, deb yolg'on gapirdi Madina ko'zlarini olib qochib. Shu payt hovliga Madinaning akasi kirib keldi. Uning yuzida galati, umidsiz ifoda bor edi. Oyi, oyi. Kiringlar ichkariga. Mehmonlar ketishdi, dedi u xo'rsinib. Diyora dahshatdan qotib qoldi. Ketishdi. Nega? Fotiha o'qilmadimi to'ga?
Meni unashtirishmadimi? Qizning ko'zlariga yosh halqalandi. Qo'rqma, jiyanim. Kuyovning otasi Murod akaning tobi qochib qoldi. Dasturxon ustida yuragini ushlab, rangi oqarib ketdi. Zudlik bilan kasalxonaga yetkazishlari kerakligini aytib, uzr so'rab ketishdi. Sardor hozir telefon qilib tushuntiradi. Diyora yengil tortgandek bo'ldi, ammo yuzidagi xavotir arimadi. U darhol telefoniga yopishib, Sardorga qo'ng'iroq qila boshladi. Madina esa devorga suyanib, ko'zlarini yumdi. O'sha soniyada u Xudoga cheksiz shukronalar aytardi. Yaxshiyam Fotiha o'qilmadi. Yaxshiyam non sindirilmadi. Aks holda bu gunohi azimni qanday yuvar edim deb o'ylardi u. Lekin bu vaqtinchalik yengillik edi. Axir bu haqiqat ertami kechmi yuzaga chiqadi. Madina qizining Sardor aka. Dadaniz yaxshimilar? Nima bo'ldi o'zi deb kuyib-pishib gaplashayotganini eshitib ich-ichidan qon yutardi. Ikki yosh bir-birini jondan ortiq sevgan ikki oshiqlarning aslida aka-singil ekanligini anglash, ularning kelajagiga dahshatli olim hukmini o'qish bilan barobar edi. Madina oshxonasiga kirdi. Eski sandigini ochdi. Uning eng tagida qalin matoga o'ralgan kichkina quticha bor edi. U qutichani titragan qo'llari bilan ochdi. Ichida Rustam bilan tushgan yagona sargayib ketgan toy surati va o'sha halokatdan so'ng Rossiyadan yuborilgan olim guvohnomasi, aniqrog'i bedarak yo'qolganlik va qurbonlar ro'yxatidagi ism-sharifi yotardi. Suratdagi yosh, kulib turgan yigitga va bugun ko'rgan salobatli, boyvachcha Murod akaga solishtirdi. Vaqt insonning yuzini, maqomini o'zgartirishi mumkin, ammo qalbga bosilgan muhrni, xotirani va ayniqsa, qo'ldagi chandiqni o'zgartira olmasdi. Nega bizni aldab yashading, Rustam? Nega o'z qizingni tirik yetim qilding? Qanday qilib bu xiyonatga vijdon chidadi, deb unsiz yiglardi Madina suratni ko'kragiga bosib. Endi u jim turolmasdi. U hamma narsani aniqlashi, Sardor haqiqatan ham uning o'g'limi yoki asrab olinganmi, bu mudhish tugunni qanday yechish kerakligini bilishi shart edi. 7 bob. Murodning, Rustamning do'zaxi va 22 yillik sir. Shu vaqtda shaharning narigi chetidagi ulkan, qasrga o'xshash hovlida ham xuddi shunday ruhiy qiyomat qoyim bo'layotgan edi. Murod aka Rustam o'zining keng, qimmatbaho kitoblar bilan to'ldirilgan shaxsiy kabinetiga qamalib olgan edi. U stoldagi billur grafindan stakanga to'latib viski quydi va uni bir ko'tarishda ichib yubordi. Ichimlik uning tomog'ini kuydirib o'tdi, ammo qalbida yonayotgan jahannam olovi oldida bu hech narsa emasdi. U qo'llari bilan yuzini to'sib, og'ir xirilladi. Xudoyim! Qanday qilib bunday bo'lishi mumkin? Qanday qilib shuncha millionlab odamlar yashaydigan shaharda mening o'g'lim aynan o'zining qonidan bo'lgan singlisini, mening tashlab ketgan qizimni sevib qolishi mumkin? Bu qanday dahshatli qasos? Murodning miyasida 22 yil avvalgi voqealar kinotasmadek aylanardi. O'shanda yosh va umidga to'la Rustam Sibirga og'ir daraxt kesish zavodiga ishlashga ketgan edi. 6 oy davomida u itdek ishladi. Maoshini olib uyga qaytish Madinaning va tug'ilajak farzandining yuzini ko'rish ochiq orzusi edi. O'sha mudhish kunda u pullarini kamzulining ichki cho'ntagiga tikib poyezdga chiqqandi. Vagon to'la odam. U charchoqdan qattiq uxlab qolganini eslaydi. Keyin esa dahshatli portlash. Tars-turs, yigi, olov va qorong'ilik. U ko'zlarini ochganida qayerdadir noma'lum kasalxonada butun vujudi bintga o'ralgan holatda yotardi. Uning yuzi, tanasi kuygan, eng yomoni u hech narsani eslay olmasdi. O'zining kimligini, qayerdanligini, tili nima ekanini bilmasdi. 3-darajali amneziya. Uning yonidan pasport ham chiqmagandi, chunki o'sha portlash paytida uning kurtkasi yonib ketgan yoki kimdir echib olgan bo'lishi mumkin edi. Pasporti yonib ketgan boshqa bir murdaning yonidan topilgani uchun rasmiylikda Rustamni olgan deb e'lon qilishgandi. Kasalxonada uni mahalliy, lekin juda boy bir oilaning vakillari yo'qlab kelishdi. Ma'lum bo'lishicha, poyezd halokatida Sibirning yirik neft magnatlaridan birining qizi, Yuliya, islomni qabul qilgach Yulduz deb atashgan ham bo'lgan va Rustam uni olov o'rtasidan qandaydir tarzda qutqarib qolib, o'zi og'ir jarohat olgan ekan. Yulduzning oilasi Rustamni o'z homiyligiga oldi.
Xotirasiz, 60siz odamga ular Murod deb yangi ism berishdi. Xususiy klinikalarda eng yaxshi plastmassa jarrohlari uning kuygan yuzini tiklashdi. Shuning uchun uning yuz bichimi biroz o'zgargandi. Vaqt o'tishi bilan Murodni o'z qutqaruvchisi deb bilgan yulduz unga ko'ngil qo'ydi. Yigitning 60i yo'q edi, kelajagi esa shu boy oila bilan bog'landi. Ular turmush qurishdi. Murod ularning biznesiga kirishdi, aql-zakovati va mehnatkashligi bilan tezda katta muvaffaqiyatlarga erishdi. Oradan 2 yil o'tib, ularning farzandi Sardor dunyoga keldi. Biroq fojia Sardor 3 yoshga to'lganda yuz berdi. Murod xizmat safari bilan avtohalokatga uchradi. Boshidan olgan qattiq zarba tufayli uning miyasida mudrab yotgan eski xotiralar birdaniga portlab yuzaga chiqdi. U bir kechada hamma narsani esladi. Ismi Rustam ekanligini, O'zbekistonda uyi borligini va eng dahshatlisi, uni uzoq yillardan beri intizorlik bilan kutayotgan yoki ehtimol allaqachon beva qolgan Madinasi va tugilajak bolasi borligini. O'sha paytda u aqldan ozayozgandi. Nima qilish kerak? Uning Rossiyada badavlat oilasi, uni sevadigan xotini, Yulduz va qonidan bo'lgan o'g'li Sardor bor. O'zbekistonda esa 5 yildan beri uni olgan deb biladigan 60i. U yashirincha O'zbekistonga keldi. O'z mahallasiga kechasi hech kimga ko'rinmay bordi. Eski hovlilariga uzoqdan qarab turdi. U ko'chadagi o'rindiqda o'tirgan qo'shni kampirdan bilvosita Rustamning oilasi haqida so'radi. Kampir karroq edi va bechora kelin. Eridan yosh qoldi. Yaqinda bu uydan qochib ketishdi, akasinikiga o'tdi shekilli. Eshitishimcha, boshqasiga turmushga chiqibdi, yosh juvon edida baribir, deb yolg'on, noto'g'ri xabar berdi. Aslida Madina uyni qarzlar sababli sotib, arzonroq tumaniga ko'chgan va hech qachon erga tegmagan edi. Rustam bu xabardan qattiq sindi. Demak, u meni unutibdi. O'z hayotini quribdi. Farzandimga o'gay ota tarbiya beryapti. Agar men hozir tirik ekanimni aytsam, uning yangi oilasini buzaman, bu yerdagi o'g'lim Sardorni esa tirik yetim qilaman, deb o'yladi u. Bu uning hayotidagi eng katta xatosi, eng katta ojizligi edi. U haqiqatni oxirigacha aniqlamasdan, qabrsiz bo'lsa ham o'lik bo'lib qolishni tanladi. U Rossiyaga, Yulduz va Sardorning yoniga Murod bo'lib qaytib ketdi va butunlay shu nom ostida katta biznesmen bo'lib yetishdi. Yulduz kasallikdan vafot etgach, u o'z vatani, Toshkentga butunlay ko'chib kelgan va biznesini shu yerda davom ettirayotgan edi. Mana, endi esa o'sha qochgan 60i undan qattiq, shafqatsizlarcha qasos olayotgandi. Uning rossiyalik xotinidan bo'lgan o'g'li Sardor, o'zining O'zbekistondagi birinchi xotini Madinadan tugilgan qizi Diyorani tanlagan edi. Diyoraning qalin qora sochlari, charos ko'zlari aynan uning qizi ekanligidan yaqqol dalolat berib turardi. Ular aka-singil edi. Murod, Rustam stoldagi barcha qog'ozlarni, noutbukni yerga urib sindirdi. U xonada xuddi yarador hayvondek u yoqdan bu yoqqa yurardi. Buni to'xtatish kerak. Ular uylana olmaydi. Hech qachon. Lekin Sardorga nima deyman? Qanday qilib o'g'limga sening sevgan qizing sening singling deyman? U meni yomon ko'rib qolmaydimi? Butun hayotim, o'g'lim oldidagi obro'yim nima bo'ladi? Shu payt eshik taqilladi va xonaga Sardor kirib keldi. Uning yuzida xavotir bor edi. Dada, yaxshimisiz? Doktor chaqiraymi? Ahvolingiz qanday? Murod o'g'lining samimiy, baxtga to'la, ammo hozir biroz qo'rquv aralashgan yuziga qarab, o'zini qattiq nafrat bilan his qildi. Yo'q, bolam. Yaxshiman, dorimni ichdim, dedi u zo'rg'a stulga suyanib. Dada, Xudo saqladi. Fotiha yarmida qolib ketganiga Diyora ham rosa xavotir olyapti. Men ularga aytdim, ertaga yoki indinga dadam o'ziga kelsa, to'yni davom ettiramiz deb. Ularning oilasi shunday yaxshi insonlar ekan. Diyoraning onasi xuddi farishtaning o'zi. Shunday qizni tarbiya qilgan ayolga qancha tasanno aytsak oz. Bu so'zlar Murodning ko'kragiga pichoqdek qadaldi. Farishtaning o'zi. U rostdan ham farishta. Men esa uni tiriklayin kuydirgan jallodman. Sardor o'g'lim, Murod chuqur xo'rsindi. Bu to'y bo'lmaydi. Sardorning tabassumi yuzida muzlab qoldi.
U otasining nima deganini birdaniga tushunmadi. Tushunmadim. Dada, hazillashyapsizmi? Yo'q. Men jiddiyman. U qiz senga to'g'ri kelmaydi. Ularning oilasi bizga teng emas. Fotiha buzildi. Bu Yaratganning qandaydir belgisi. Ertagayoq sovchilarni yuborib marosimni bekor qilamiz. Sen Diyorani unutasan. Sardor qotib qoldi. Keyin uning ko'zlarida qat'iyat va biroz isyon paydo bo'ldi. U otasiga doim bo'ysungan, ammo bu masala uning hayoti va muhabbati edi. Nima deyapsiz o'zi, dada? Qanaqa teng emaslik? Kechagina zo'r qiz ekan, onasi oddiy odamlar bo'lsa ham tarbiyasi pok ekan deb o'zingiz duo qildingiz-ku. Birdaniga nima o'zgarib qoldi? Bir soat ichida qanday qilib fikringizdan qaytishingiz mumkin? Men Diyorani sevaman, usiz yashay olmayman. Boshqasiga uylanmayman. Agar siz rozi bo'lmasangiz men uydan ketib, o'zim unga uylanaman. Murod o'g'lining bu isyonidan qo'rqib ketdi. Agar u uydan chiqib ketsa va zimdan uylansa bu harom. Bu eng kechirib bo'lmas gunoh. Qon-qonga qo'shiladi-ku. Jim bo'l. Menga ovoz ko'tarma, deb baqirdi Murod stolni qattiq mushtlab. Men aytdimmi, bo'lmaydi deb demak bo'lmaydi. Agar sen shu xonadonga o'sha qizni kelin qilib olib kelsang, mening oligimni ko'rasan, tushundingmi? Sardor otasining bunday agressiv va tushunarsiz reaksiyasini hech qachon ko'rmagandi. U otasiga nafrat bilan qarab, eshikni qattiq yopib chiqib ketdi. Murod esa yolg'iz qolib, polda yiglab yubordi. Boylik, obro', yirik kompaniyalar egasi bo'lgan bu mag'rur erkak o'zining 20 yillik xatosi oldida eng ojiz va bechora qulga aylangan edi. U darhol telefonini oldi. U bitta narsani aniq bilardi. Bu masalani faqatgina Madina bilan uchrashibgina hal qilishi mumkin. Ular bolalariga qanday qilib bu dahshatni tushuntirish yo'lini topishlari shart edi. O'ziga eski tanishlar orqali sovchilar borgan manzilni va telefon raqamini toptirdi. U Madinaga qanday ko'rinishni, nima deb gap boshlashni bilmasdi, lekin hozir gurur va qo'rquvning vaqti emasdi. Ertaga kech bo'lishi mumkin. 8 bob. Qorong'i tunda yashirin uchrashuv. Tungi soat 2lar atrofida Madinaning telefoni jiringladi. U shusiz ham kiprik qoqmadi. Raqam notanish edi. U yuragi qattiq urib go'shakni ko'tardi. "Allo!" dedi ovozi qaltirab. Narigi tomonda og'ir nafas olish eshitildi. Uzoq davom etgan sukunatdan so'ng o'sha xirillagan, tanish va ayni paytda eng og'riqli ovoz yangradi. "Madina. Menman. Rustamman." Madinaning qo'lidan telefon tushib ketayozdi. U ko'z yoshlarini tiyib, tishini tishiga qo'ydi. Rustam o'lgan. Uni 22 yil oldin Sibirga ko'mishgan. "Menga boshqa telefon qilmang, iflos odam", deb telefonni o'chirmoqchi bo'ldi. "Otinaman, Madina. O'chirma", deb yalingan ohangda gapirdi Murod. "Men hamma narsani tushuntirib beraman. Menga nima qilsang qil, qarga yuzimga tufla, yomon ko'r. Lekin hozir bolalarimiz xavf ostida. Sardor uydan ketaman deyapti, ularning munosabatini zudlik bilan, xuddi bugunning o'zida to'xtatishimiz kerak. Iltimos ko'chaning boshidagi eski bog'chaga chiq. Men mashinada kutib turibman. Sen bilan yuzma-yuz gaplashishim kerak. Bo'lmasa ikkalamizning ham bolamiz fojiaga yuz tutadi." Madina yigidan o'zini to'xtata olmasdi. "Bolalarimiz xavf ostida" degan so'zlar uning onalik instinktini uyg'otdi. O'z nafratidan ko'ra qizining kelajagi muhimroq edi. 5 daqiqada chiqaman, dedi qisqa qilib. U qalin paltosini egniga tashlab uxlayotgan qiziga bir qarab qo'ydi. Diyoraning yostiqlari hol edi, u yiglab uxlab qolgan ko'rinardi. Madina tashqariga, qorong'i va sovuq ko'chaga chiqdi. Mahalla boshidagi eski bog'cha oldida qop-qora Mercedes turardi. Madina yaqinlashishi bilan mashina eshigi ochilib, undan Murod, Rustam tushdi. Tungi chiroq yorug'ida uning yuzi juda ham charchagan, ezilgan ko'rinardi. U Madinaga yaqinlashmoqchi bo'ldi, lekin Madina bir qadam orqaga tisarildi. "Menga yaqinlashma", deb pichirladi u, uning ovozida cheksiz nafrat va alam mujassam edi. "Sen
Sen qanday qilib tirik yuribsan? Qanday qilib 22 yil mobaynida menga bitta xabar bermading? Men sening qabringni izlab qancha yigladim. Men qizingni ota dardi bilan katta qildim. Sen esa bu yerda boshqa xotin bilan, boshqa ogil bilan dabdabada yashab yurgan ekansan. Sen odam emassan, Rustam. Sen iblissan. Murod tiz chokib qoldi. Bu magrur, millionlarni boshqaradigan erkak o'zining qishloqi, sadoqatli rafiqasi oldida sovuq asfaltda tiz chokib, yuzini yopib yiglardi. Men qabihman, Madina. Men qo'rqoqman. Meni kechirma. Lekin meni eshit. Men seni ataylab tashlab ketmadim. U yiglab turib, barcha haqiqatni, portlashni, xotirasini yo'qotganini, Yulduzning oilasini va Sardorning qanday tugilganini, keyinroq xotirasi qaytgach O'zbekistonga kelib, kampirdan eshitgan yolg'on xabarni birma-bir o'ksinib sozlab berdi. Men sening baxtingni buzmoqchi bo'lmadim, Madina. Men o'yladimki, sen meni oldi deb erga tegib ketgansan. Men qayerdan bilay sen meni bir umr kutganingni. Men o'sha kampirning bitta so'ziga ishonib, o'zimning butun hayotimni do'zaxga aylantirdim. Men bu yerda Murod bo'lib boylikda yashasam ham, har tunim azobda o'tardi. Men o'z jazoimni olib bo'lganman. Madinaning yuzidan to'xtovsiz yosh oqardi. Tasodiflar, insoniy xatolar va bitta eshitishdagi yolg'on qanday qilib ikki insonning taqdirini butunlay vayron qilib yuborgani aql bovar qilmas holat edi. Demak, Sardor sening o'z qoningdan bo'lgan o'g'ling. Shundaymi? Deb so'radi Madina ovozi qaltirab. Ha, dedi Murod yerdan qaramay. Unda Sardor bilan Diyora bir ota, boshqa onadan bo'lgan haqiqiy aka-singil. Xudoyim, qanday qilib yaratgan bizga bunday shafqatsiz o'yinni ravo ko'rdi? Murod o'rnidan turdi. Uning yuzida endi qat'iyat bor edi. Biz hozir kim aybdor ekanligini qidirishga vaqtimiz yo'q, Madina. Bu fojianing oldini olishimiz kerak. Sardor uydan ketaman deyapti. Diyora ham undan voz kechmasa kerak. Biz ularni to'xtatishimiz kerak. Nima deb to'xtatamiz? Sizlar aka-singilsizlar deymizmi? Ikki yoshning yuragini tiriklayin sugurib olamizmi? Diyoram yashay olmaydi bu dahshat bilan. Sen meni oldirganing yetmagandek endi o'z qizingni oldirmoqchimisan? Madina jazavaga tushib Rustamning ko'kragiga mushtlay boshladi. Rustam uni to'xtatmadi. U har bir zarbani qabul qildi. Men bu gunohni o'z bo'ynimga olaman, Madina, dedi u pichirlab. Men o'zim o'g'limga va qizimga hammasini tushuntiraman. Men ularning oldida har qanday jazoga, har qanday nafratga roziman. Eng muhimi, ular xato qilib qon qo'shilishiga yo'l qo'ymaslik. Ertaga sen Diyorani mening yozgi hovlimga olib kel. Sardor ham o'sha yerda bo'ladi. Biz tortalamiz yuzma-yuz o'tirib, 60 kitobini to'liq ochamiz. Madina yigidan to'xtab uning ko'zlariga qaradi. Boshqa chora yo'q edi. Sirlar ko'milib yota olmasdi. Qanchalik og'riqli bo'lmasin, yara ochiqcha kesilishi va tozalanishi kerak edi. Oz bolalariga olim hukmini o'qishdek og'ir bu vazifani ikkalasi elkama-elka ko'tarishga majbur edilar. Ertaga soat 2da, dedi Madina jonsiz ovozda. Va qorong'ilikka singib uyga qarab sekin qadam tashladi. Ertangi kun hammalari uchun qiyomatning kichik bir namunasi bo'lishi aniq edi. Sardor va Diyora o'zlarining pok sevgi dostonlari aslida eng dahshatli o'tmishning mevasi ekanini qanday qabul qiladilar? Bu to'rtburchak o'rtasidagi so'nggi to'qnashuv hali oldinda edi, hech kim eshitmagan hikoya. Qudam, erim bo'lib chiqdi. 3 qism, qiyomat tongi va parchalangan yuraklar. 9 bob. Umid va umidsizlik o'rtasidagi tong. Toshkent osmonini qalin bulutlar qoplagan, go'yo tabiatning o'zi bugun ro'y beradigan mudhish voqeaga aza ochishga tayyorlanayotgandek, havo dim va sovuq edi. Madina butun tunni joynamoz ustida Xudoga nola qilib o'tkazdi. Uning ko'z yoshlari qurib qolgan, yuragi esa shu qadar og'riyotgan ediki, har bir nafasi ko'kragiga igna sanchilgandek azob berardi. Tong otdi. Madina o'rnidan zo'rga turib Diyoraning xonasiga kirdi. Qizi pishib uxlayotgan edi. Uning begubor yuzlariga, uzun kipriklariga qarab Madinaning o'pkasi yana to'ldi.
Qanday qilib seni bu baxtsizlikdan qutqaraman, bolam? Qanday qilib senga bu dunyodagi eng sevikli insoning, oz qoning, oz akang ekanligini aytaman? U qizining sochlarini ohista siladi. Diyora chochib uyg'ondi. Onasining qizarib ketgan ko'zlarini, rangiroyi siniq holatini ko'rib, darhol o'rnidan turdi. Oyi, tinchlikmi? Yig'ladingizmi? Yo'q, qizim. Shunchaki biroz tobim qochdi. Madina ko'zlarini olib qochdi. Tur, keyin. Biz bugun Chorvoqqa Murod akaning yozgi dala hovlisiga boramiz. Sardor ham o'sha yerda bo'ladi. Diyoraning yuziga qon yugurdi. Uning ko'zlarida umid va quvonch uchqunlari paydo bo'ldi. Rostdanmi, oyi? Demak, to'y bekor qilinmaydi. Kechasi Sardor aka yozgandi, dadasi bilan biroz aytishib qolishibdi, lekin hammasi joyiga tushadi degan edi. Demak, Murod aka o'ziga kelibdilar, bizdan uzr so'rash va to'yni muhokama qilish uchun chaqirganlar, to'g'rimi? Qizining bu xursandchiligini ko'rish Madina uchun olimdan ham og'irroq edi. Diyora sevgan yigitiga yetishish umidida eng chiroyli liboslarni kiyishga, oyna oldida o'ziga oro berishga tushdi. Meni kechir, bolam. Bu sening oxirgi baxtiyor onlaring ekanligini bilmayapsan, deb pichirladi Madina xonadan chiqarkan. U yotoqxonasiga kirib, eski sandiqdan haligi qutichani oldi. Rustamning sargaygan to'y surati va olim guvohnomasini qora sumkasiga joyladi. Bu qog'ozlar bugun faqatgina xotira emas, balki shafqatsiz haqiqatning yagona isboti bo'lishi kerak edi. Ular uydan chiqishganda, ko'cha boshida ularni qop-qora yoltanlamas kutib turardi. Murod aka ataylab yuborgan mashina. Haydovchi indamasdan eshikni ochdi. Mashina ichida og'ir sukunat hukm surardi. Diyora derazadan tabiatni tomosha qilib, kelajakdagi baxtli kunlarni xayol qilar, Madina esa go'yo o'zining qatl maydoniga ketayotgan mahkumdek o'tirdi. Onbob. Hukm o'qiladigan qasr. Chorvoq suv ombori yaqinidagi qimmatbaho hudud. Murod akaning dala hovlisi baland archalar bilan o'ralgan, hashamatli va sokin joy edi. Biroq bu saroydek uy bugun xuddi jonsiz va sovuq qabristonni eslatardi. Keng yashash xonasining o'rtasida, katta kamin yonida Murod, Rustam turardi. U kechasi bilan umuman uxlamagan, egnidagi kechagi kostyumini ham yechmagan edi. Uning yuzlari solgin, ko'zlari qizarib, chuqur botib ketgandi. U 20 yillik xatosi uchun o'z umrini, o'z o'g'lining va o'z qizining qalbini to'lov qilishga tayyorlanayotgan jalloddek qotib turardi. Divanda Sardor asabiy tarzda oyoqlarini qimirlatib o'tirardi. U otasining bunchalik tushkun holatidan xavotirda bo'lsa-da, qalbida qattiq gazab bor edi. U otasini baxtini barbod qilayotgan zolim deb hisoblayotgandi. Eshik ochilib, xizmatchi ayol Madina va Diyorani boshlab kirdi. Sardor darhol o'rnidan sapchib turdi va Diyoraga tomon yurdi. Uning yuzida tabassum paydo bo'ldi. Diyora. Assalomu alaykum, xola. Yaxshi yetib keldinglarmi? Kechagi holat uchun ming bor uzr. Dadamning toblari qochib qoldi. Bugun hammasini joy-joyiga qo'yamiz. Diyora ham unga baxtiyorlik bilan qarab tabassum qildi. Ularning bir-biriga bo'lgan nigohini, bir-biriga bo'lgan shirin intilishini ko'rib, Murod bilan Madinaning tomirlarida qon muzlab qoldi. Ular bir-birlariga shu qadar mos, shu qadar yosh va chiroyli ediki, ammo ular aka-singil edi. Murod og'ir xo'rsindi. O'tiringlar. Sardor, sen ham o'tir, dedi u ovozi xirillab. Madina Diyoraning yoniga, Sardorning ro'parasidagi divanga o'tirdi. Murod xonaning o'rtasidagi kamin oldida turib qoldi. Uning qaltirayotgan barmoqlari nimanidir qidirayotgandek bo'ldi, sarson edi. Sardor vaziyatni yumshatishga urinib, gap boshladi. Dada, xola. Men o'ylaymanki, biz kechagi tushunmovchilikni unutishimiz kerak. Dadamning sog'liqlari tiklandi, Xudoga shukr. Men Diyorani yaxshi ko'raman va to'yimizni qoldirish niyatim yo'q. Bo'ldi qil, Sardor. Murodning ovozi xonani teshib yuborgudek qattiq, ammo siniq yangradi. Uning ko'zlaridan bitta yosh dumalab, yuzidagi o'sha chuqur chandiq ustidan oqib tushdi. Bu to'y bo'lmaydi. Hech qachon. Diyoraning tabassumi yuzida qotib qoldi. U xavotir bilan onasiga qaradi, lekin Madina yerga tikilgancha unsiz yiglardi.
Nega dada? Nega bo'lmas ekan? Men sizga kecha ham aytdim, e'tirozingiz sababini tushuntiring. Agar xolamning iqtisodiy holatlarini bahona qilayotgan bo'lsangiz, men uydan kechaman. Sardor o'rnidan turib ketdi. Sababi pul emas, o'g'lim. Sababi sizlarning qoningiz. Murod chuqur nafas oldi. Xonadagi kislorod tugab borayotgandek edi. U avval Madinaga, keyin esa o'zining haqiqiy jondan bo'lgan qizi Diyoraga qaradi. Bu qiz uning qoni edi. Uning bolasi. Uni birinchi va oxirgi marta onasining qornidaligida silab ketgan, uzoq Sibirga qarab yo'l olgan qizalogi. Men Yulduzning eri Murod bo'lishdan oldin butunlay boshqa odam bo'lganman, Sardor, boshladi Murod titroq ovozda. Men senga o'tmishimni yashirganman. Mening ismim Murod emas. Mening haqiqiy ismim Rustam. Men Toshkentda tug'ilganman. 22 yil oldin men baxtsiz hodisaga uchrab, xotiramni yo'qotganman va onangning oilasi meni saqlab qolishgan. Sardor qoshlarini chimirdi. U voqealar rivojini tushunmasdi. Buning toyga nima aloqasi bor, dada? Xotirangizni yo'qotgan bo'lsangiz nima bo'libdi? Men buni onam aytgandan bilardim. Murod bosh chayqadi. Sen hammasini bilmaysan. Men xotiramni yo'qotishdan oldin mening oilam bor edi. Mening vatanimda kutayotgan xotinim, qonuniy rafiqam bor edi. Va eng dahshatlisi, u xotinim homilador edi. Men avtohalokatdan so'ng xotiram qaytganida hammasini esladim. O'zbekistonga kelib oilamni qidirdim, lekin menga yolg'on xabar berishdi. Ularni meni unutib, o'z hayotlarini qurishgan deb o'yladim. Men jim ketishni, sizlarning hayotingizni ham, uning hayotini ham buzmaslikni tanladim. Diyoraning yuragi qattiq ura boshladi. U onasining hikoyalarida Rustam ismli otasi Rossiyaga ketib, poyezd portlashida halok bo'lganini yoddan bilardi. Rustam. Rossiyadagi halokat. Qizning miyasida dahshatli mozaika yigila boshladi. U asta o'rnidan turib Murodga, so'ng onasiga qaradi. Oyi, nimalar deyishyapti? Diyoraning ovozi qaltirab chiqdi. Qanaqa Rustam? Mening otam olgan-ku. Madina endi jim turolmasdi. U yuzini yopgan qo'llarini olib, yegidan shishib ketgan, azobli ko'zlari bilan qiziga qaradi. Sumkasidan asrab kelgan sargaygan toy suratini oldida duduqlanib stol ustiga qo'ydi. Otang olmagan ekan, bolam, Madinaning so'zlari xuddi momaqaldiroqdek yangradi. Otang 22 yil oldin meni va seni yolg'iz tashlab ketgan odam bugun sening oldingda Murod akir bo'lib turibdi. U sening qonuniy otang. Sardor esa. Sardor sening o'z akang, bolam. On bir bob. Osmonning qulashi va haqiqat faryodi. Xonaga olimdek og'ir, muzdek sukunat cho'kdi. Bu sukunat shunchalik dahshatli ediki, odamning suyak-suyagini sindirib yuborardi. Sardor ko'zlarini pirpiratib, stol ustidagi fotosuratga qaradi. Suratda haqiqatan ham yoshgina Madina xola va yonida dadasi, Murod, yoshlikdagi ko'rinishida, labida kulgi bilan turardi. Uning yuzidagi chandiq o'sha paytda ham aniq ko'rinib turardi. Dadasining hozirgi qiyofasi bilan aynan bir xil, faqat yoshroq. Nima jinnilik bu? Deb qichqirib yubordi Sardor, ovozi insoniylikdan chiqib ketib. U qo'llari bilan sochini changalladi. Bu yolg'on. Oyi, siz aldayapsiz, bizni sinamoqchisiz. Dada, gapiring. Bu qanaqasiga mening singlim bo'ladi? Men uni sevaman. U mening xotinim bo'lishi kerak. Qanday qilib siz meni o'z singlimga uylanish darajasiga keltirib qo'yasiz? Murod Sardorning oldiga kelib, uni quchoqlamoqchi bo'ldi, lekin Sardor uni qattiq itarib yubordi. Menga teginmang. Teginmang. Agar bu qiz mening singlim bo'lsa, siz meni ham, onamni ham aldagansiz. Bizni harom hayotda yashatgansiz. Siz onamga uylanganingizda O'zbekistondagi xotiningiz tirik bo'lgan. Bu zinodan ham dahshatliroq. Diyora esa joyidan jilmadi. U xuddi haykalga aylanib qolgandi. Uning miyasi eshitgan narsasini hazm qila olmasdi. Eng sevimli insoni, tunlari bilan orzu qilib, qismatim deb bilgan insoni uning akasi.
Uni quchoqlagan, qo'lini ushlagan yigit uning qondoshi. Otasi esa umrida ko'rmagan, butun yoshligida soginib, izlab yiglagan otasi bugun uning qaynotasi qiyofasida turibdi. Tabiat va taqdirning bunday chirkin va shafqatsiz oyini yosh qizning ruhiyatini parchalab tashlagan edi. Oyi, ayting, bu yolg'on. Iltimos, yolg'on deng, pichirladi Diyora oqargan lablari bilan, ko'zlaridan oqayotgan yoshlar bo'yniga tusharkan. U orqasiga tisarilib devorga tiraldi. Men qanday yashayman endi? Sardor akamsiz qanday yashayman? Rustam, Murod tiz cho'kib Diyoraning oyoqlari ostiga tushdi. U qizining etagidan tutib yiglab yubordi. Qizalogim. Jon bolam, meni kechir. Mening qo'rqoqligim, mening aybim sizlarning hayotingizni barbod qildi. Men seni qanday izlaganimni, lekin qanday qilib adashganimni bilsang edi. Men gunohkorman. Ikkalangizning ham, Madinaning ham hayotini do'zaxga aylantirdim. Lekin endi hammasi tugadi. Sizlar qondoshsizlar, uylana olmaysizlar. Buni qabul qilishimiz kerak. Yo'qo, deb dod soldi Sardor jazavaga tushib. U ortadagi xrustal stolni ko'tarib devorga qarab otdi. Stol qars etib sinib millionlab bo'laklarga bo'linib ketdi. Xuddi ularning hayoti kabi. Siz ota emassiz. Siz jallodsiz. Men sizdan nafratlanaman. Siz mening baxtimni tortib oldingiz.